15 bob. Bu chaqda poytaxt Yerusalimdan ba'zi parisilar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysoni oldiga kelib, "Shogirdlaring nemishqa ajdodlarimizning an'analariga xiloflik qiladi? Ular tamoqdan ilgari qo'llarini yumaydi ekan-ku", dedi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi: "Sizlar-chu, sizlar nemishqa an'anamizga rioya qilamiz deb Xudoning amrlariga xiloflik qilasizlar. Xudo ota-onangni hurmat qil va otasi yoki onasini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb amr qilgan. Lekin sizlar ota-onasiga mendan oladigan butun moddiy yordaminglarni Xudoga otivatdim degan kishining ota-onasiga vafodorlik qilish majburiyati qolmaydi deysizlar. Buning bilan an'ananglarni deb Xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar. Ey soxtibazlar! Xudo Yashoyo payg'ambar orqali oldin aytgan muni so'zlar sizlarga nima degan mos keladi ha? Bu xalq meni og'zida hurmatlaydi, lekin qalbi mendan yiroq. Manga qilgan ibodati behudadir. Chunki o'gatganlari Xudoning amrlari emas, balki o'zlari chiqarib olgan fatvolardir. Hazrati Ayso xaloyiqni yeniga chaqirib, ularga quloq selinglar, ham shuni tushuninglarki, insonni napoq qildig'ini og'izdan kirdig'ini emas, balki og'izdan chiqadig'inidir, dedi. Keyin shogirdlari uning oldiga kelib, "Sizning so'zlaringiz parisilarning tishiga tekkanligini bildingizmi?" dedi. Hazrati Ayso mundaq javob qaytardi: "Arishdiki otam tikmagan har qanday o'simlik yiltizidan qo'mirib tashlandi. Ularga pisand qilmanglar. Ular qarg'ularga yo'l boshlaydigan qarg'ulardir. Agar qarg'uni yetaklasa, har ikkisi o'rg'i tushib ketadi." Petrus boyi aytgan napoqlik to'g'risidagi tamsilni tushuntirib bergaysiz, dedi. "Sizlarmi texcha tushunmayotamisizlar?" dedi Hazrati Ayso. "Eg'izga kirgan narsalarning oshqozon orqali tarat bo'lib chiqib ketadiganligini tushunmaymizlar. Lekin eg'izdan chiqadig'ini qalbdan chiqadi. Insonni napoq qiladiganimi shu. Chunki yomon niyat, qotillik, zinoxo'rlik, jinsiy axloqsizlik, o'g'rilik, yolg'on guvohlik va tuhmatxo'rlik qatorliq gunohlarning hammasi qalbdan chiqadi. Insonni mana shular napoq qiladi. Yuyilmagan qo'llar bilan taom yeyish bo'lsa, insonni napoq qilmaydi." Hazrati Ayso u yerdan ayrilib, Tir va Sidon shaharlarining atrofidagi rayonlarga bordi. U yerda o'rtoqlashgan kanonlardan bo'lgan bir ayol Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Ey taqsir, podsho Davudning avlodi, holimga yetkaysiz. Qizimga jin choplashib olgan edi, holi bak xarob", deb zorildi. Lekin Hazrati Ayso u ayolga bir ig'izmi javob bermadi. Shogirdlari uning oldiga kelib, "Bu ayolni yo'lga sag'aysiz, kaynimizga egishib elib, yo'l bo'yi vaqirab yuridi", deb talab qildi. Hazrati Ayso yilqi ayolga qarab mundaq dedi: "Men faqat Xudoning yo'qolgan qo'ylari Isroillarga avatildim." Yilqi ayol uning oldiga kelib, "Hey taqsir, menga shafoat qilgaysiz", deb oyig'i yiqildi. Hazrati Ayso uningga, "Bolalarning ninini itlarga tashlab berish to'g'ri emas", dedi. Yilqi ayol buningga javoban, "Shundoq taqsir. Biroq itlarmi xo'jayinning dasturxonidan tushgan non uvoqlarini yeydi-ku", dedi. Shuning bilan Hazrati Ayso uningga, "Ey ayol, ishonching komil ekan, tilaginingdek bo'lsin", dedi. U ayolning qizi shu on saqiyib ketdi. Hazrati Ayso u yerdan ayrilib, Galiliya ko'lining bo'yidan o'tib, toqqa chiqib o'ltirdi. Uning oldiga nurg'un xaloyiq yig'ildi. Ular yana to'kur, qarg'u, cho'loq, gacha va boshqa har xil kasallarni elib kelib,
Hazreti Aysoning oldiga qo'yishdi. Hazreti Ayso ularni saqaytdi. Xalq qochilarning tili chiqqanligini, cho'loqlarning asliga kelganligini, to'kurlarning manganligini, qarug'ularning ko'zi ichilganligini ko'rib, hayron bo'ldi va Isroillar e'tiqod qilib kelgan Xudoga matiya o'qidi. Hazreti Ayso shogirdlarini yeniga chaqirib, bu xaloyiqqa ichim og'riydi. Ular 3 kundan beri yenimdan ketmidi. Yeydigan bir narsimi qolmadi. Ularni o'ylariga osh qo'saq qaytirishni xolamayman. Yo'lda yiqilib qilishi mumkin, dedi. Shogirdlar uningga, bunda xilvat bir yerda bunchavala xaloyiqni to'ydig'idek nonni nerdan topimiz, deyishdi. Qancha neninglar bor, deb so'rdi Hazrati Ayso. 7 non bilan bir necha tol kichik beliqimiz bor, deyishdi ular. Buning bilan Hazrati Ayso xaloyiqni yedi o'ltirishga buyurdi. Ondan 7 non bilan beliqlarni qo'lga oldi va Xudoga shukr etib, ularni o'shtib, shogirdlariga berdi. Ular ko'pchilik taqatdi. Hammalar yeb to'ygandan keyin shogirdlar ishib qolgan parchalarni 7 sivatga yig'ib oldi. Tamoq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 4000 kishi edi. Hazrati Ayso xaloyiqni yo'lga solgandan keyin kemaga tushib, Magadan yezisining sirtiga bordi.